To'g'ri burchakli cho'rchakni katetlardan biri 15 santimetrga, ikkinchi katetni gipotenuzaga tushirilgan proyeksiyasi esa 16 santimetrga teng. Bu cho'rchakka ichki chizilgan aylanma radiusini toping. ABC to'g'ri burchakli cho'rchak berilgan. AC katet 15 santimetr, C1B proyeksiyamiz 16 santimetrga teng. Demak, balandligimiz h. ACni x bilan belgilaymiz. Dastlab gipotenuzaga tushirilgan balandlik katetlarni gipotenuzaga proyeksiyalar ko'paytmasiga teng. To'g'ri burchakli cho'rchak uchun. Hop, uchburchak ACC1dan Pifagor teoremasiga ko'ra h kvadrat qo'shilgan x kvadratimiz 15 kvadratga teng. Bu yerda h kvadrat o'rniga 10 olib kelib qo'yamiz. Natijada x kvadrat plus 16x minusdan 225 tenglik 0. Kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Buni ko'paytiruvchiga ajratsak, x plus 25 u x minus 9 degan ko'paytiruvchiga ajraydi. Bundan x kesma uzunligi bo'lgani uchun 9 santimetrga teng. Ikkinchisi, demak AB gipotenuzamiz 25 santimetr, AC bitta katetimiz 15 santimetr. Hop, Pifagor sonlari bo'lgani uchun BC'miz Pifagor teoremasidan 20 santimetrga kelib chiqadi. Bu to'g'ri burchakli cho'rchakka ichkisidan aylanma radiusi katetlari yig'indisini gipotenuzani ayiramiz va uni yarmiga teng. Demak, javob 5 santimetr.